Bu men Iroda, yana sizga o'z foydali ma'lumotlarimni ulashishga tayyorman. Xo'p, bugungi temamiz nima? Xabaringiz bor, sovuq tushib qoldi, barchamizda yana o'sha eski problema oyoq terilarining yoki badanimizning teri qurishi, ya'ni quruqlik. Bu hammaga tanish holat bo'lsa kerak. Shu sababli keling bunga yechim topamiz. Aynan bitta mahsulot, men o'sha ko'plab kosmetikalarga yoki ko'plab parvarish mahsulotlariga pul sarflashni xohlamayman. Bitta umumiy mahsulot olaman. Xuddi shunday yaxshi mahsulotlarimizdan biri bu badan uchun skrab. Menga ushbu skrab juda ham yoqib qoldi. Nega? Bu skrab nafaqat o'lik terilarni tozalaydi, terini yumshatadi, balki terini o'zi namlantiradi ham. Ya'ni teri qurishini yo'qotadi. Xo'p, ishlatilish tartibi qanaqa? Ishlatilish tartibi qanaqa? Nam teriga biroz skrab olamiz. Mana ichki ko'rinishi shunaqa. Men albatta ishlatib ko'rgan narsalarimni tavsiya beraman. Ichki ko'rinishi shunaqa. Biroz skrab olamiz va badanga ishqalaymiz. 2-3 daqiqa yengil masaj qilamiz va uni iliq suv bilan yuvib tashlaymiz. Undan keyin gel dush yoki shunga o'xshash narsalar ishlatilishini tavsiya bermayman. Uni teksturasini yuvib tashlaysiz. Foydasini sezmaysiz unaqada. Va teringiz yumshoq bo'lib qoladi. Badaningizga namlantiruvchi kremlar ishlatish shart emas. Menga hidi juda ham yoqdi. Men o'zi rostdan ham kokosviy kremlar, qo'l kremi yoki soch uchun shampunlar juda ham yaxshi ko'raman. Aynan bu mahsulot ham meni favoritlarimdan biriga aylandi. Albatta tavsiya beraman ishlatishni. O'zingiz foydalanib ko'ring va baho bering.